Biz vatanda ilgari nihoyat ko'p ziynni tatgan zaharlik shumbuya jamiyatimizda qaytadan bosh ko'tarmoqda. Bular o'zgalarning hammasini kofir, mushrik yoki murtad deb o'zidan boshqa hech kimni musulmon hisoblamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ulardan ogohlantirib, ularni kilabun nar, ya'ni do'zax itlari deb atagan. Uyg'ur jamiyatimizdagi taqvolikka intiladigan musulmonlar orasida bir turkum kishilar taqvolikdagi islomning chek-chegarasini eshib ketib, oyat hadislarni tushunishdimi, oyat hadislarni tushunish qoidasiga rioya qilmay, kishilarning hammasiga qalaymaqon hukm beradigan bir ahvol maydoniga kelmoqda. Bu xil qoidasizlik va usulsizlik natijasida o'ziga fikri o'xshamagan hamma kishilarni kofir yoki mushrik yoki murtad deyish orqali o'zini taqvo, boshqalarni ozg'un hisoblaydigan bir bo'lak jamoat shakllanmoqda. Olimlarimiz bular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 14 asr burun bizga xabar bergan bugun kunimizdagi xavorijlar deb qaramoqda. Ammo lekin ular o'zlarini birdan-bir tavhid ahli, birdan-bir haqiqat ustidagi odam deb qaraydi. Amaliyotda ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 14 asr burun xabar bergan zamonimizning xavorijlarimi va yoki o'zlari degandek haqiqat ustidagi tavhid ahli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga 14 asr burun bir turli kishilarning islomning chek-chegaralaridan oshib o'tishni taqvolik deb tunib olganligi va ularning bir qism sifatlarini bizga deb bergan. Undaqda biz bugun kunimizdagi o'zini birdan-bir tavhid ahli, o'zini birdan-bir haqiqat ustidagi jamoat deb qaraydigan bu kishilarning sifatlarini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga 14 asr burun xabar bergan haliqi ozg'un kishilarning sifatlariga selishtirib baqadigan bo'lsa, ularning tavhid ahlimi yoki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan xatarli kishilarmi bu nihoyat ro'shan namoyon bo'ladi. Undaqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga xabar bergan bu ozg'un kishilarning sifatlari qaysi? Bu sifatning birinchisi bu ozg'un kishilar, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan bu oshqun ozg'un kishilarning birinchi sifati ular kofirlarni, butparastlarni tashlab qo'yib, davomli musulmonlar bilan uchishadi. Musulmonlar bilan tillashadi, musulmonlar bilan urushadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ularning sifatini bayon qilib, yaqtuluna ahlul islam va yad'una ahlul awthan. Ular islom ahli bilan urushadi, ya'ni musulmonlar bilan urushadi, musulmonlar bilan jidallashadi. Butparastlarni tashlab qo'ydi. Ya'ni buddistlar bilan, kofirlar bilan, haqiqiy mushriklar bilan qarshi bo'lmaydi. Ular qarta bir qatim gap qilmaydi, bir yozmaydi. Ammo yozgan yozmalarining hammasi musulmonlarni kofirga chiqarish, birini murtad deyish, yana birini mushrik deyish, yana birini murji'i deyish. Mush ish bilan mashg'ul bo'ladi. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan ozg'un kishilarning birinchi sifati. Endi jamiyatimizdagi o'zini tavhid ahli deb atavagan u kishilarga bir qarab boqaylik. Kim bilan ko'proq uchyapti? Kofirlar haqida bir narsa yozibdimi yoki davomli yozgan narsa musulmonlar haqidami? Ular boshqalarni islomga akirish bilan aldirishmikan yoki musulmonlarni islomdan chiqarish bilan aldirishmikan? Boshqalarga go'zal axloq o'rgatish bilan aldirishmikan yoki boshqalarning aybini aytish bilan aldirishmikan? Agar ular davomli musulmonlar bilan o'tishib, kofirlar bilan chatqi bo'lmagan bo'lsa, kofirlar haqida hech narsa demagan bo'lsa, hech narsa yozmagan bo'lsa, hech narsa so'zlamagan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan birinchi sifatga tushadi. Ikkinchi sifati bu kishilar o'zini cho'ng ko'radi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan bu ozg'un kishilar o'zini cho'ng ko'radi, o'zini ustun ko'radi. Ya'ni o'zini birdan-bir taqvo, o'zini birdan-bir haqiqat ustida deb qaraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda tu'jibuhum anfusuhum. Ular o'zlariga ajab qiladi. Ya'ni o'ziga havas qiladi, o'zini cho'ng biladi. Ya'ni o'zini birdan-bir tavhid ahli, o'zida qaramaganning, o'zida e'tiqod qilmaganning hammani murtad, murji, mushrik deyish orqali o'zining tuvan bir o'ringa tushiradi. Uchinchi sifati Qur'on o'qiydi. Ya'ni aqidasiga, o'zining iddisiga Qur'on o'qib dalil keltiradi. Lekin ular dalilni to'g'ri joyga keltirmaydi. Ya'ni ular kofirga tushgan, mushrikka tushgan, munofiqqa tushgan oyatni musulmonlarga o'qiydi. Musulmonlarga tatbiqlaydi. Shundaqla o'zining iddisining to'g'ri ekanligiga Qur'ondan dalil keladi, lekin akagan u dalili uning foydasiga emas, ziniga, ya'ni uning iddisining xato ekanligiga dalil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yaqra'unal Qur'an yahsabuna annahu lahum va huwa alayhim. Ular Qur'on o'qiydi, ya'ni Qur'ondan dalil keltiradi. Ular o'ylaydiki, bu dalil bizning iddimizning to'g'ri ekanligiga isbot bo'ladi deb o'ylaydi va huwa alayhim. Vaholanki amaliyotda ularning keltirgan dalili ularning foydasiga emas, ziniga dalil bo'ladi deydi. Sahobalardan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu ozg'un kishilarning bu sifatini texmi ochiqlashtirib, intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha ala al-mu'minin. Bu kishilar kofirlar haqida tushgan oyatni mu'minga tatbiqlaydi, mu'minga o'qiydi deydi. Ya'ni sahoba Abdullah ibn Umar bu xavorijlarning bu sifatini nihoyat ochiq bayon qilib bergan. Bugun kunimizdagi o'zini tavhid ahli deb atavagan takbirchilar qarab boqadigan bo'lsak, xuddi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu degandek kofirlarga tushgan oyatni
müminlarga tatbiqlaydi. Davomli Qur'ondan dalil keltirganda qiladi. Ammo keltirgan oyatlarning hammasi kofirlar, munofiqlar haqida tushgan. Shu oyatlarni müminlarga tatbiqlab, ularni iymondan chiqaradi. Buni anglagan umum xalq nima deydi? Ular davomli Qur'ondan dalil keltiradi ekan deydi. Amaliyotda ularning keltirgan dalili o'rinda emas, to'g'ri emas. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadis ularning yana bir sifatini bayon qilib, ular Qur'on o'qiydi, lekin Qur'on ularning geldan o'tmaydi deydi. Ya'ni Qur'on o'qiydi, lekin Qur'onning to'g'ri bo'lgan tushunchasi ularning ingi singmaydi deydi. Shunga bu takbirchilarning ko'p hollarda davomli qilgan gaplariga Qur'ondan oyat kelganligini ko'ramiz. Amaliyot ularning keltirgan oyatlarning ko'p sonligi mushriklar, munofiqlar haqida tushgan. Shu oyatlarning hammasini ko'z oldidagi musulmonlarga soldi-da, shuning bilan hammasini iymondan chiqib to'xtaydi. To'rtinchisi, bu kishilar nihoyat ibodatgo'y keladi. Namozni ko'p o'qiydi, ro'zni ko'p tutadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, sizlar ularning o'qigan namozlarini ko'rsanglar, o'zinglarning o'qigan namozini oz sanab qolasizlar. Ularning tutqarusini ko'rsanglar, o'zinglarning tutqarusini oz sanab qolasizlar deydi. Shundaqla yana bir hadisda ya'budun va ya'dabun, ular ibodat qiladi, ibodatni nihoyat voyaga yetkazib puxta qiladi deydi. Ya'ni ular qarmoqqa nihoyat ibodatgo'y bo'lg'achqa, ya'ni ko'p namoz o'qig'achqa, soqolni uzun qo'yg'achqa, ko'p rus tutqachqa, sodda xalq haqiqiy musulmon mush ekan, haqiqiy tavhid ahli mush ekan deb tunib qoladi. Amaliyotda haqiqiy taqvolik degan sog'lom aqidada, sog'lom fikrda bo'ladi. Uningdan kelgan ibodat haqiqiy taqvolik qismi qilinadi. Ammo xato aqida ustiga qurilgan ibodatlar qancha vaqt yetkazib qilinsa-mu, butun vujudi bilan qilinsa-mu, u taqvolik qismi bo'lmaydi. Qarab qoladigan bo'lsak, shialar ibodat qildim deb o'zini qamchi bilan uradi, pichoqlar bilan uradi. Ularni to'lagan bu badal qarab ularni taqvo demdi, yo'q. Chunki aqida sog'lom emas. Aqida sog'lom bo'lmaydi, fikr sog'lom bo'lmay turib qilgan ibodatlar taqvolikka hisob bo'lmaydi. Ularning ibodatgo'y bo'lganligi uchun sodda kishilarning, umum xalqning ularga oldinib ketganligi, ularga hayron qolganligi tufayli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni ogohlantirib, hatta yu'jibun nas, kishilarni ularga hayron qiladi. Ya'ni ularning qilgan ibodatiga hayron qoladi, qiziqadi, ular agashkis keladi deydi. Shunga ularning ibodatlariga aldanmaslik kerak. Chunki ibodatning sog'lom bo'lishi, ibodatning qabul bo'lishi uchun sog'lom aqida shart. 5-sifati, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni ogohlantirgan bu kishilarning 5-sifati gapi nihoyat chiroyli, ammo ish harakati sat. Ya'ni gapni nihoyat chiroyli qiladi, ammo ish harakati qo'pol, yirik, ularda illiqlikdan hech asar yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yuhsinunal qil va yusiunal fi'l. Ular gapni chiroyli qiladi, ammo ish harakati fe'li sat deydi. Ya'ni gapi nihoyat chiroyli, davomli oyat o'qiydi, davomli hadis o'qiydi, ammo ish harakati bo'lsa, ya'ni qo'pol, yirik. Ular o'shanda qo'pollikni, chiroy turuklikni bir xil taqvolik, dunyoga dum tushmaganlik deb ko'radi. 6-sifati, ularning o'ziga xos shakli bo'ladi. Ya'ni o'ziga xos bir rangi bo'ladi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ularning sifati nima deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom at-tahliq aw tasbit, bosh tushirish yoki beshini yumay, maylimay, tarmay tashlab qo'yish deydi. Amaliyotda bu xil sifat, bu xil alomat payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadisida deyilgan bo'lg'achqa, bugun kunimizdagi takbirchilar bu ishni qilmaydi. Chunki beshni tushirsa yoki cheshni tarmay, maylimay yursa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan alomatga dal tushib qoladi. Shunda qilmaydi. Ammo bugun kunimizdagi takbirchilarning o'ziga xos bir rangi bor. Umum musulmonlardan ayilib turadigan bir shakli, bir rangi bor. 7-sifati, bu eng muhim sifat, fikr o'xshamasligini, aqida o'xshamasligiga ko'tarib chiqib, fikr o'xshamagan kishilarni kufrga chiqaradi. Ilgirki xavorijlar cho'ng gunoh bilan kufrga chiqaradi. Lekin cho'ng gunoh bilan kufrga chiqarish xavorijning ochiq alomati bo'lgandan keyin bugun kunimizdagi xavorijlar, bugun kunimizdagi takbirchilar cho'ng gunoh bilan kofirga chiqolmaydi. Ammo fikrdagi o'xshamaslikni, aqidadagi o'xshamaslikka ko'tarib kofirga chiqaradi. Masalan deyli, bugun kunimizda musulmon bo'lmagan davlat yashayotgan kishilarga nisbatan agar shu yerda o'zini musulmon deb turgan bir odam shu kofir davlatning kimligini ishlatsa yoki shu davlatda har qanday bir rasmiyat bijirsa, shu davlatni e'tirof qilgan bo'ladi, shu davlatning qonunini e'tirof qilgan bo'ladi, shu u kofir deb hukm qiladi. Shunga takbirchilarning bir qismi kimlik ishlatsa kofir, sho'pirlik qilishkisi olsa kofir, rasmiyat bijirsa kofir deb qaraydi. Ammo takbirchilarning ichidan azroq ishlarni kengaytib baqqan, azroq bir shahardan yana bir shaharga yo'tkilib baqmoqchi bo'lganlari nurg'un qiyinchilik uchragandan keyin kimlik ishlatishga yo'l chiqaradi, o'zi taqashgan ishlarga yo'l chiqaradi, ammo o'zi taqashmagan ishlarning hammasini ya'ni kofir qiladi deb hukm beradi. Bularning bundan boshqa nurg'un alomatlari bor. Bularning so'zlarining shirinligiga, tilning ravonligiga, notiqligiga aldanmaslik kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni sifatlaganda yuhsinunal qil. Ular gapni chiroyli qiladi degan. Ularning gapi shundoq chiroyli, gapi shirin, bizga xo'sh yoqadi, bizni o'ziga tortadi. Lekin biz agishda, qatta aqidada cho'qim payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizib bergan yerda to'xtashimiz kerak. Agar undoq bo'lmaganda atrofdagi kishilarning hammasini kofir,
kofir murtad deydigan, ayoli erdan voz kechadigan, eri ayoldan voz kechadigan, onasi bolasidan voz kechadigan mushundaq musulmonlar orasida nihoyat ig'ir qalaymiqanchilikni paydo qiladi. Bularning zini mushundaq ig'ir bo'lg'achqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bularni nihoyat ig'ir tildan atagan. Kilabunlar, bular do'zax itlari deb atagan. Bu xil kishilar Uyg'ur jamiyatimizda qaytadan bosh ko'taryotdi. Buning qarta har bir musulmon oilasi sog'lom aqidaga ega olimlardan ta'lim olishi kerak va o'zini aqida jihati qurollantirishi kerak. Bilmagan masalalarda o'zi ishonadigan aqida jihati sog'lom, mo'tabar, xalq e'tirof qilgan bir qanchalik tarix va olimlarga murojaat qilishi kerak. Alloh taolo hammamizni to'g'ri aqidada yashab, to'g'ri aqida ustida o'lishni nasib qilsin.